Assalamu alaykum hörmətli dostlar. Həmmanlarına ikimiz vaxtınızla xeyirlik olsun. Bugünkü Amazon Tor mülazimətləri dərsimizə xoş gəlibsizlər. Bugünkü dərsimiz bolsa AWS-diki Route 53 degan fuqumni öyrənib ötdümiz. Route 53 degan nima degan vaqtida, qisqacha aytgan vaqtida bizningki qurilgan instance-ni IP orqali o'zimizningki Tor ismimizga ulash uchun ishlatildi. Yani bizde bir tal Torbet isim bo'lgan bo'lsa, www.checkit.com deydigan bir isim bo'lgan bo'lsa, shu ismni biz mushu Route 53 orqali IP yerimiz bilan mushu ismimizni ulaymiz. Undaqda amaliy mashg'ulot qilish orqali qanday ishlatilganligimizni o'rganib o'taylik. Aldı bilen biz AWS'ninki dashboardni açtık. Torbet qurish uchun bizda instance bo'lishi kerak. Instance'ni biz EC2'da qildik. Endi biz mushu instance orqali tayyor bir WordPress patdan birini qurib chiqaylik. Buni qilish uchun launch instance'dan mushu tayyor AWS'ninki marketplace'dan bir WordPress patdan birini qurib chiqaylik. Bu yerdan WordPress deb izlab qilgandan keyin bu yerda birinchisi WordPress certified by Bitnami and automatic deganni bosamiz. Bosgandan keyin mana bir ko'rinish chiqadi. Bu yerdan biz continue'ni bosamiz. Continue'ni bosgandan keyin biz bu yerdan free deganni tanlaymiz. Free deganni tanlagandan keyin next ne basımız. Bisip bir yerden biz network'ni qilamiz. Network'a default VPC'ni tanlaylik. Subnet'ga mush default bo'yicha qolsin. Bu ne bir yerden biz tanlashga tegishli boshqa narsa yo'q ekan. Next'ga qilamiz. Qaraydigan bo'lsak, bu yerda mushu instance'ninki diskning cho'ng kichikligini tanlaydi ekanmiz. Endi biz mushu 10 da qilib qolsin. Bu yerdan add tags'ni qilamiz. Tag qo'shmaymiz. Qolgandan keyin security groupga kiramiz. Security groupda biz bu yerdan tayyorni tanlasaqmi bo'ldi yoki create new deb security groupni mushu bexatarlik grupini tanlaymiz. Bu yerda biz Tor bitimiz HTTPS'ni qo'llash kerak. Şu an 80 bilan 443 ni tanlaymiz. Boshqa qilgan nemlar bo'lib qolsa, portlar shuni qilsak bo'ldi. Bu yerdan alni tanlab qo'ysaqmi bo'ldi. Alni o'chirib review qilib buni ko'zdan kechirib o'tgandan keyin launch deyman. Launch deb bu yerdan yangi bir key pair'dan birini quray. Qurgandan keyin my key pair deb bunga mushu maxfiylashtirilgan ochqichni mushudan saqlaydigan qilib my key pair dedim. Download qilib tushirib qo'ydim. Balkim keyin lozim bo'lishi mumkin deb launch instance dedim. Endi bizningki instance'imiz hozir qurilyotidi. Bununla bir qancha minut vaqt ketadi. Shunga biz qurilishini saqlaylik. Bu yerdan mani besib instance'ninki tafsilotini ko'raylik. Qaraydigan bo'lsak, status check'da initializing deydi, qurilib yetibdi. Buni uzoq saqlab boqaylik. Qaraydigan bo'lsak, bizningki bu WordPress instance'imiz qurildi. Status check'imi muvaffaqiyatli bo'libdi. Hozir instance'imiz menga yetibdi, running deydi. Undaqda biz IP adres orqali bu instance'ni ichib boqaylik. Mana qaraydigan bo'lsak, bu yerdagi IP adres orqali biz bayam qurilgan Tor betimizni ochdik. WordPress patdan birisi qurildi. Endi qaraydigan bo'lsak, biz bu WordPress patga IP orqali kirdik. Endi o'zimizdan Tor betini qurgan vaqtida ishlatuvchilarga doim IP adresini berish bu nihoyatda qolaysizlik.
hem yaxşı usul emas, bexatarlik jihatdanmi. Şoňa bunu qanday qılmyz degan wagtda biz hemde başkalarga isimni berimiz. Şular şu isim arqılı kirdi. Mesela uygurIT.com degende isimni başkalarga bersek, o isim ma IP'ge ulangan boldu. İsimni bassa, isim IP'ge kirip IP arqılı muşu torbetni içip berdi. Endi bunu qanday qılmyz degan wagtda bizning AWS'da root 53 deydigan bir mülazimet var. Root 53'ni basımız. Qaraydigan bolsak Amazon root 53 içildi. Bu yerden get start now deganni basımız. Bassak bunda bir bet içildi. Bu yerden create host soon deganni basımız. Besip qaraymiz. Qaraydigan bolsak bu yerda hech qanday nima yo'q ekan. Bassak bu yerda domain name deydi. Domain name degan nima deganda bizningki shu tor betimizning ismi, ondan keyin type public host yoki private deydi. Boshqalarni achalaydigan qilish uchun public host qilamiz. Hamda bu domain name'ni qanday olamiz deganda bu yerda freename deb bir torbet bor. Mush torbetda biz o'zimizningki ismini haqsiz tizimda olaymiz. Meningki mesela bu yerda register a domain deb bor. Bu yerdan bunu bassak mana domain ismi bor. Biz bu yerga IT deb bastım. Check availability deb qildim. Bu yerdan Uyghur IT ML degan ismni basay. Selected dedi. Checkout deganni bastım. Checkout'dan mesela qancha oylik, mesela 12 oylik olsa 12 oylik deb continue deganni bastım. Qilib I have read and agreed to the terms and conditions deganni qilib complete order deganni bastım. Qaraydigan bolsak, mana bizningki ismimizga order berildi. Endi click here to go your client deydigan bu yerga kirdik. Bu yerdan my domains kirmiz. My domain'dan qaraydigan bolsak isim bor ekan. Mesela manage domain deganga kirib, bu yerdan Uyghur IT ML degan ismni kopya qilaman. Kopya qilib elib, bu yerga ismni bosaman, besib public host zone qildim. Create deganni bastım. Besib qaraydigan bolsam, mana bizningki Uyghur IT chekit ML deganga mana mau DNS'ni ulabdi. Endi biz mushu DNS'ni mau bayanqı torbetimiz mau isim bor torbetga kirib, management tools'dan name servers deganga kiramiz. Name servers deganni besib use custom name servers qilib shu DNS adresini yozamiz. Va birinchisini ko'chadim. İkincisini ko'chadim. Üçüncüsünü ko'chadim. Ctrl C'ni besib ko'chirib, Ctrl V'ni besib chaplayman. Ctrl C, Ctrl V qilib chapildim. Chaplagandan keyin change name service deganni bastım. Besib qilgandan keyin bu hozir yanglandi. Yanglib qaraydigan bo'lsak, bizningki mushu ismimiz o'zgardi. Name serverga bayanqi DNS'ni basdik. Ba'da qaraydigan bo'lsak, name server qaraydigan bo'lsak, mana. Endi biz nima ish qilamiz degan vaqtida, endi biz bu yerdan create record set deganni bosamiz. Besib bu yerga a recordni bosdik. Basqandan keyin bu yerga value deydi. Value degan yerga bayanqi bizning torbetimizningki IP'sini beramiz. Ma IP'ni ko'chirib olaman. Elib qilgandan keyin bu yerga ma'ni besib va o'shiqchi narsani o'chirib atgandan keyin valuesiga mushuni IP adresini kirgizgandan keyin create qilman. Create qildim. Qaraydigan bo'lsam, Uyghur IT chekit ML degan ismga a recordga ma IP adresini berdi. Endi men
Mavi isim bilen tor betke kirip bakay. Qaraydigan bolsak, mana Uyghur IT çekit emel degan tor betke hazır IP basmaylam. Şu özümüzniki miyadaki WordPress betiga IP basmaylam. Şu ismimizni besiplam kirdik. Buni Road 53 arqılıq əməlgə aşırdıq. Bu əmdi Road 53-ninki işletiş usullarınınki birisi. Buningda yana nurg'unlagan narsalar bor. Hozir odatdagicha qilib mushuni tushuntirib o'tay. Undaqda bugungi darsimiz mishakagich bo'lsin. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat.